Hop, mana hozir birinchi bosqichimizni boshladik. Kuya jarayoni. Ensa sohamiz, donor sohamizdan soch ildiklarini ko'chirib olish jarayoni. Mana bu graftlarimizni bitta graftda bittalik, ikkitalik, uchtalik, to'rttalik bo'ladi. O'sib chiqqan paytda to'rtta chiqadi bitta graftdan. Bu to'rtta sanaladi, lekin 10 ta dona tola chiqadi. Может, уйду и не вернусь, но навсегда останусь в памяти, плачет душа. Да ну и пусть, любить тебя было неправильно. Может, уйду и не вернусь. Mana 14 kun oldin Boyar akam kelib soch ko'chirib o'tkazuvdilar bizada. Ko'pchilik taniysizlar bu insonni mana. 14 kunlik holatimiz. Xo'p do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turibsizlar, o'sha sochlarim moshni bo'ldi. Hammaga tavsiya qilaman, og'riqsiz. Самое главное уходlar вообще moshni. Kelaverasizlar, xudo xolasa shunaqa effektivniy, качественный sochlarni ko'chirib o'tkazib qo'yadilar. Hammaga assalomu alaykum.